Doktor har safar cho'milib chiqqanimda qulog'imni o'qachisiga tozalayman-da. Shu xavfli emasmi? Nafaqat siz, balkim juda ham ko'pchilik xuddi shu xatoni qilishadi. Bu o'zi aslida quloqni ichini kirgizib tozalash uchun ishlab chiqarilmagan. Bu asosan qo'l yetmaydigan yoki juda ham kichkina tor burmalarni cho'milib chiqqandan keyin quritish, artish uchun ishlab chiqarilgan holat hisoblanadi. Ko'pchilik esa buni quloqni ichiga tiqib, o'sha quloqning ichidagi kirini chiqarmoqchi bo'lib ishlatishadi. Bu esa juda ham xavfli hisoblanadi. Ayniqsa yosh bolalarda, nafaqat yosh bolalarda, balkim kattalarda ham bu og'ir oqibatlarni, eng yomoni quloqni pardasini teshilishi, quloqni tashqi eshituv yo'lini paxtali tayoqchalar bilan shilib qo'yilishi hisobiga o'sha joyga infeksiya tushishi, tashqi otitlar, o'rta otitlarni keltirib chiqarishi mumkin. Quloqni ichida, ya'ni tashqi 1/3 qismida o'zi quloqni maxsus yog'simon modda, ya'ni sera ishlab chiqaradi. Bu o'sha tashqaridan tushadigan infeksiyalarni yoki changlarni o'zida ushlab qolish, ichkariga o'tkazib yubormaslik vazifasini bajaradi. Va bu har doim biz gapirganimizda, ovqat yeganimizda, jag' bo'g'im ishlagan paytda o'z-o'zidan sekin-sekin cho'milgan paytimizda chiqib turadi tashqariga. Faqatgina o'sha cho'milganda sochuvni uchi sig'adigan joygacha bo'lgan chuqurlikda tozalab qo'yishni o'zi kifoya qiladi.